Voy to'yni shunday zo'r qildingiz. Dugonalarim o'g'zi ochilib qoldi. Ay endi siz ham sarpa bilan mebel qilishni yorib-siz-da parvardajon. Rahmat. Rahmatni buncha shirincha qilib aytasiz, qoshiqjon. Ana oldimizga tushgan pullardan 700 ming berib yuboring, Zax mashina bermoqchi edim. Mana mebellarni kreditga oluvdik-da, u pullarni ashunga berib yubordik. O'rtadagi pulni nima kreditga berib yuborasizlar? Uni joyi bor-ku. Qanaqa? To'yimizda bunday qilib syomka qilgan kameralar kreditga gaplashganman. Anchalarga bermoqchi edim. Mana buningdagi hamma hayron qoldirgan sipochka bilan qo'lingda tillalar sotsak qutulamiz lekin. Ularni hammasi prokatga olingandi-da. Shu qilaman deb 15 ta san'atkorga pul sarflash shartmidi? Sizlarga pul berdi, kim aytdi? Ular hammasi kreditga gaplashilgan. BV'ni sotaylik hay. U ham rentgar-ku. Odamlar o'zi ochilsin deb arenda qolib bunda haydab yurdim-da. iPhone sotsak-chi. Shahardagi eng qimmat ko'ylak kiydim-ku, pul yetmay qoldi, iPhone deb qoldi. Eng qizig'i u ham kreditida. O'l bo'lmasa. Dasturxonda 53 xil narsalar qolib ketdi, shularni sotaylik. Ha, kallamga kelma. Fotiha kreditini katta qo'lim bilan yopaman, ha? Pardalarchi? Kredit. Gilamlarchi? Kredit. Televizor, gaz plita, kir mashinchi? Uydagilar odamlar gapirmasin deb hamma narsani kreditga beruvdi-da. Onasini yursin, hali to'yxona, raqqosa, kartesh, kamay shunday. To'yxachi Sadir aka kreditlarni yopish kerak. Jo'rajon kasbim bilan burugim berib, ertaga ishga borishim kerak-da. Kallang jaltirab hozir shartmidi? Uzr deganda. Voy o'lmasam. Dang'illama to'yxoncha ketiga bitta ishdan o'zim o'ylarmiding? Ko'chada ko'p turman, shamollab qolasiz. Ya o'zingni o'chir. Chichi.